Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda insonlarga manfaatli bo'luvchi hamda ularning ongini zaharlovchi materiallar talaygina. Bulardan misol qilib, ijtimoiy tarmoqlarga joylanayotgan video materiallarga fuqarolarning shaxsini hamda qadr-qimmatini kamsituvchi, ularni haqorat qiluvchi uzoq yozib o'tiradigan fuqarolarimiz ham yo'q emas. Shulardan bir misol qilib, Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Instagramdagi rasmiy kanaliga joylangan bir videoga xodimlarni sha'nini, qadr-qimmatini kamsituvchi haqoratomuz tarzda izoh yozgan fuqaro Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilishi natijasida aniqlandi. Ushbu fuqaroga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda hamda fuqaro bilan tushuntirish profilaktik ishlar olib borilib, bu ishlarning noto'g'riligi tushuntirildi. Men Oliy Muhammadbek Duslanbek o'g'li Andijon viloyati Asaka tumanida istiqomat qilaman. Respublika GAIning rasmiy kanalida joylangan videoga haqoratomuz izoh bildirib qo'yganligim sababli GAI xodimlari meni chaqirtirdi. To'g'ri topolmaydi deb o'yladim. Undan so'ng menga xodimlar bo'lib o'tgan ishlar to'g'risida tushuntirib, tegishli tartibda chora ko'rilyapti. Qolgan fuqarolarga ham bunaqa izoh bildirishni yoki boshqacha har xil materiallar tarqatishni tavsiya qilmayman. Bu holat noto'g'ri ekan, shuni tushunib yetdim. Bundan keyin boshqa qaytarilmaydi.